o'rmoniga, tog'larga bo'lgan sayohatimiz boshlandi. Biz kirib oldik. Hozir So'qoq qishlog'ida kelib, bu yerga kirish to'lov bor ekan o'zini. Eko to'lov. Keyin yana mashina bilan kelganda parkovka hududi ham bor ekan. Parkovka hududi kichikroq ekan faqat. Hozir endi kuz fasli bo'lganicha odam bu yerda kamroq bo'lganligi uchun joy hozircha yaxshi ekan, lekin yozda, sezonda, kundek boshqa vaqt kelsalaringiz joy muammo bo'ladi, qolishi mumkin. Yaxshi, hozir kuz fasli, odam kam. Chiroyli, ancha hamma joy. Bir kelib ko'rish kerak. Hozir yangi qarag'aylar, archalar ekilyapti ekan, eskilari ham bor ekan, ancha yillik. Hozirgi o'rmon daraxtlari ham ancha katta-katta. Yangilari ham ekilyapti. Shu agar shu ketma-ketlikda davom etsa, yaqin 10 yil ichida bu yana ham kattalashib, yana ham quyuqroq o'rmon hududi, ya'ni katta daraxtlar ko'payib, ancha go'zallashadi. Har xil joylarda o'tiradigan stollar qilib qo'yishdi. O'tirib, dam olib, bolalar ichkarilarda o'ynab berishdi. Oilaviy kelsalaringiz, o'zlaringiz bilan yeyishga nimadir olib kelib, o'tirib, stullar qilib qo'yishdi har xil joylarda. Yo'l chetlarida, daraxtlar orasida. Oqtosh tog'iga ham chiqib ketsa bo'lar ekan. Oqtosh cho'qqisiga tog' emas, Oqtosh cho'qqisiga ham chiqib ketsa bo'lar ekan. Lekin unga ertaroq kelib chiqish kerak. Adashmasam, o'sha Oqtosh cho'qqisi bo'lish kerak. Biz mana shu ikki cho'qqiga nasib. Shu bilan yonidagi ikkalasiga hozir chiqishga harakat qilamiz. Mana haritasi. Sharsharaga bormoqchi bo'lsak, pastga bu tarafga ketarkanmiz. Chashma g'or bo'lsa, g'or bu tarafga. Yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Bu yerda ishlash vaqti ham mavjud ekan, ya'ni 6 dan 6 gacha ish vaqti ekan. Undan keyin yopilar ekan. 10 gacha, 6 gacha. Ya'ni bu hududni tark etish kerak ekan.
joydan chiqib keldik. Mana shunaqasiga ko'tarilib o'sha yo'l bilan mana shu ikki cho'qqiga chiqamiz nasib bo'lsa. O'rtaga yoqasha qo'yga geçadi. Bu yoqqa bu taraf bilan chiqib kelish yo'li bor ekan. Yo'l bormi yo'qmi deb o'rtadan chiqib ketdi. Mana shu joy bilan chiqib ketdi. Yo'l bor ekan. Ya'ni oson. Bunday yonbosh bu qiyalab kelib turib, uni xohlasangiz nari tomonga narigi cho'qqiga, bu tarafga bu cho'qqiga chiqadigan yo'l bor ekan. Chiqib chiqamiz. Cho'qqiga ham az qoldi. Yana bitta Bigistosh 2020 hisob etdik. Alhamdulillah. Bu tarafdan ko'rinishi. Endi maqsadimiz nariga shu cho'qqiga chiqish. Bigistosh cho'qqisiga chiqish oxirida qiyinchiligi bor ekan. Tikkaroq yo'ldan chiqiladi, lekin ungacha kelguncha yo'l yaxshi ancha. Bemalol qiynalmay chiqib kelsa bo'ladi. Lekin manzara ancha go'zal ko'rinar ekan. Ardamgida shahar tutun bilan qoplangan, qora tutun. Bu taraflar osmon go'zal.
Trafik görünüş. Qiyinchiligi qiyinchilik deb ham bo'lmaydi. Yaxshi, yengil. Boshlovchilar uchun, o'rtacha yengil. Sayohatni xush ko'ruvchilar uchun zo'r joy ekan. Ham bittada Suqoq o'rmonini ko'rasiz. Keyin Begistosh cho'qqisiga chiqishingiz mumkin. Xohlasangiz Shohqo'rg'on cho'qqisiga chiqasiz. Hammasini bir vaqtingizda ko'rib, tomosha qilib ketasiz. Ajoyib sayohat bo'ladi. Tog'larning ko'rinishi ajoyib. Tugamaydi. Bu tog'i toshlar. Endi nasib keyinchalik O'qtosh cho'qqisiga chiqamiz nasib. Hozirda Begistosh cho'qqisida tur firma bilan egalari bor. 200 yillik minga olib chiqishibdi. O'rmonda tomosha qilishgan, Begistosh cho'qqisiga chiqishgan. Endi nasib bo'lsa Shohqo'rg'onga chiqishadi. Ajoyib sayohat bo'ladi. Eng katta tog' bu o'zini Shan tog'imda o'zini Shohqo'rg'on cho'qqisidan oraliqqa tushib oldik. Begistosh cho'qqisiga chiqish. Begistosh cho'qqisi va Shohqo'rg'on cho'qqisi. Biz kelguncha ham yo'l bilan keldik. Endi aylanib tarafini qaytib ko'ramiz. Tepadan Shohqo'rg'on cho'qqisiga chiqqanimizda shu tomondan kelayotgan odamlar ko'rdik. Qani bu tarafdan yurib ko'ramiz.
va Shohqurganga chiqquncha ikkita yuqoriga va bu tarafga yo'l ketadi. Chiqqunimcha yuqori bilan chiqib ketdik. Yaxshi, u tarafda ham tog'da nari tomon manzaralarni ko'rib, manzaralar chiroyli ekan. Qaytguncha bu tarafdan qaytib keldim. Sizlarga ham xuddi shu chiqquncha bu taraf bilan, qaytguncha bu taraf bilan tushishni tavsiya qilaman. Yuqoriga nari tomon bilan chiqib, pastga bu tarafi bilan qaytishda Bigiz tosh cho'qqisining Bigiz tosh cho'qqisini bir aylangan hisoblanasizlar. Cho'qqalardan qaytib kelib, hozir Suqoq o'rmonida o'tiribman ozroq daraxtlar orasida damlab. Ertalab kelganimda odam bor edi, endi ko'p emas edi. Men hozir endi kuz, bahordagidek odam kam bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Hozir tepadan tushib kelganimcha odam ancha ko'pligiga guvoh bo'ldim. Endi hozir kuz bo'lsa ham, kuzgi sezonda tomosha qilish uchun ham yaxshigina odamlar oqimi bor ekan. Lekin daraxtlar chiroyli. Hammasi hozir oltin rangga kirgan, mana. Daraxtlarni ko'rishingiz mumkin. Archalar, katta-katta qalin daraxtlar. Odamlar to'da bo'lib, piknik qilgan shaklda o'tirishibdi. Kuz faslida jamoaviy do'stlar bilan piknik qilish uchun Suqoq o'rmonlari ajoyib variant bo'lar ekan. Ajoyib joy bo'lar ekan. Ham atrofda tomosha qilasiz o'rmonlarni, Suqoq o'rmonini, daraxtlarni, tilla rangga kirgan daraxtlarni tomosha qilasiz, tog'larni tomosha qilasiz va do'stlar davrasida ajoyib suhbat qilib vaqt o'tkazish bu ajoyib. Sizlarga ham Suqoqqa kelishni tavsiya qilaman. Hozir soat 4 ga yaqinlashyapti.
tepadan o'zi qaytib kelyapman. Endi tepaga chiqib ketayotganlar ham bor ekan. Mana endi kelayotganlar. Endiki baylanib qaytayotganlar.